Xabaringiz bor, Prezidentimizning joriy yil 3-yanvar kunga qabul qilingan birinchi sonli qarori bilan 2025-yil davomida mamlakatimizda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha aniq mexanizm belgilab berildi. Bu borada Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda uning quyi tizimlarida ham alohida yo'l xaritalari ishlab chiqilgan bo'lib, ishlar reja asosida tashkil qilinmoqda. Ichki ishlar vazirining tegishli ko'rsatmasiga asosan Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i o'rinbosari, probatsiya boshqarmasi boshlig'i rahbarligidagi ishchi guruh viloyatimizda bo'lib, bu boradagi ishlarni ko'zdan kechirishni boshladi. Jumladan ishchi guruh viloyat ichki ishlar boshqarmasida tashkil qilingan muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati bilan tanishdi. Qaror bandlari ijrosini ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlar hududlar kesimida tahlil qilindi. Shuningdek, ishchi guruh boshqarma navbatchilik qismida ham bo'lib, xodimlarning xizmat jarayoni, murojaatlar bilan ishlash holati, ular uchun yaratilgan imkoniyatlarni ko'zdan kechirib, xizmat sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur tavsiyalar berdi. Bundan tashqari, hududiy ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari ishtirokida dastlabki yig'ilish tashkil qilinib, qaror mazmun mohiyati, uni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari yig'ilganlarga yana bir bor tushuntirildi. Qaror ijrosi doirasida amalga oshirilgan ishlar va yo'l xaritalari ijrosi chuqur tahlil qilinib, kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Ishchi guruhning viloyatdagi o'rganishlari davom etmoqda.